Xamirlari kumur-kumur qilib og'izda eriydigan, juda ham mazali va barakali bo'lib chiqadigan muravinik shirinligini birgalikda tayyorlaymiz. Shirinligimiz uchun kerakli hamma masalliqlarni Korzinka Go ilovasidan buyurtma qilib oldim. Uyimni eshigini tegicha bepulga dostavka qilib berishdi. Agar mahsulotlaringiz 200 ming so'mdan oshsa, buyurtmangiz orasiga farzandingiz uchun fiksiki to'plamidan o'yinchoqlarni ham qabul qilib olasiz. Demak, idishimizga 2 ta tuxum, shakar solib yaxshilab aralashtirib, yoshlikdagi tabiatan pyurimilki sutlaridan qo'shamiz. Eritib olingan sariyog' yoki margarin qo'shib aralashtirib, unimizga razrixizel va vanilin qo'shib, elab solamiz va yumshoqqina qo'limizga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirimizni kichkinaroq bo'laklarga bo'lib, salofanga o'rab, yarim soatga muzxonaga yuvaramiz. Ungacha ichiga kremini tayyorlab olamiz. Krem uchun xona haroratida turgan sariyog'imizni quyultirilgan jigarin sgushunкamiz bilan mikser qilib olamiz. Qotgan xamirlarimizni qirg'ichdan chiqarib, qizib turgan duxovkamizda 180 gradusda 15 daqiqa davomida pishirib olamiz. Sovigach, qo'limizda osongina bo'laklarga bo'lib olib, tayyor kremimiz ustiga qo'shamiz va yaxshilab aralashtirib, istalgan kichkina stakanchikda yoki bo'lmasa shunaqa o'lchov qoshiqchasida biroz ho'llab olib, presslab solamiz. Qarabsizki, o'zining shakliga ega muraviniklarimiz tayyor. Uni eritilgan shokolad, kokos qirindisi yoki bo'lmasa yong'oq bilan bezab, dasturxonga tortishingiz mumkin. Oling, siz ham yeb ko'ring.